Assalomu alaykum hammaga. Ramazon muborak bo'lsin. Charchamayapsizlarmi? Trenajyorni zalda tez-tez guvohi bo'lib turgan holatimga ozgina tushuncha berib o'tib ketmoqchiman. Ko'p ko'ryapman. Obedlarda kelib ro'za og'izga trenirovka qilishar ekan yoki 3-4 soat oldin boshlab yorishar ekan, vaqtdan yutaman deb. Qaranglar. Trenirovkada katabolizm degan proses borda, ya'ni muskul organizm o'zini o'zi yeyish prosessi. O'zini o'zi yeb qo'yadi. O'sha holatni oldini olish uchun yoki oqsilga to'yingan organizmga trenirovka qilinglar yoki trenirovka tugashi bilan oqsilga to'yintiradigan prosesni bajarish kerak. Ya'ni yoki og'iz ochishdan 40 minut 1 soat oldin boshlab trenirovka tugashi bilan sirazi oqsilga to'yintiringlar organizmni yoki oqsilga to'yintirib keyin trenirovka qilinglar. 3-4 soat oldin trenirovka boshlaysizlar ekanda, keyin oqsil so'rab turibdi-yu, muskul bermaysizlar-ku. Teskarishlik ro'za payti holsiz bo'lsak ham, charchagan bo'lsak ham, bilasizlarmi, qaysi his-tuyg'u zalga chorlaydi? Qizg'onchiqlik his-tuyg'usi. Chunki tushunaman, zo'r figura qilgansizda ro'za payti yo'qotib qo'yamanmi? Kechki payt ishim bor yoki boshqa planlarim bor, mehmondorchiligim bor, vaqtim yo'q. Lutchi obedda qilaman trenirovka, forma ushlayman deb o'ylaysizda, natijada katabolizmga tushib qolasiz. Ya'ni muskul o'zini o'zi yeb qo'yish prosessi. Bor figura ham nolga chiqib qoladi. Undan ko'rasi qo'rqmasdan, Xudoga tavakkal, umuman zalga chiqmasdan ro'za payti to'g'ri ovqatlanib ko'chada peshkom yursangiz ham figurangiz ketib qolmaydi, mayli sal buzilar, lekin muskul xotirasi ro'zadan keyin Xudo xohlasa bir haftada yana joyiga qaytarib qo'yib qo'yadi. Uje buni tushunib yetganmiz, hamma trenerlar biladi buni. Shuning uchun iltimos katabolizm to'g'risida ozgina ma'lumot o'qinglar, o'shandan uzoq yuringlar. Ba'zi yo og'iz ochishdan 40 minut oldin yoki og'iz ochishdan 40 minutdan keyin. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, ro'za payti bo'yicha gapirib o'tib ketamiz. Mana ro'za boshlandi, trenirovka qilsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi albatta, bemalol qilaveringlar. Agar og'iz ochib zalga chiqsanglar, nagruzkani 60% gacha chiqinglar, chunki sustav, mishsalar unaqa tayyor bo'lmaydi. Tarobihdan keyin bo'lsa 70-75% gacha ko'tarasizlar nagruzkani. Bu nima degani? Agar jimlyoja 100 kg ko'tarsanglar, 60 gacha ko'tarasizlar. Tarobihdan keyin 75% degani bu 75 kilogacha ko'tarasizlar. Ovqatlar masalasi, iloji boricha dieta qilishdan qo'rqmanglar, tiqib tashamanglar. Zal payti bыстрый uglevodlar qo'rqinchli emas. Keyin eng tonkiga e'tibor beringlar. Mana bu har bitta muskullar orasida triggerli точка bo'ladi. O'sha triggerli точкаlar travma olmasin, ro'za payti suvsiz bo'lganda muskul qurib turadi-yu, bitta tortiladi, shu bilan qiynaydi bizni. Kasal bo'lmanglar. Yaxshi o'tkazib olinglar, baxtli bo'linglar. Endi o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Yagona qiyinchiligi, eng qiyini sustavlar og'riydi. Lekin eng nima deydi? Qadrlaganing, ko'ngling, yuraging xotirjam bo'ladi. Agar o'zingdan kelib chiqib gapirsang, tasavvur qilgin, og'iz ochganingdan keyin har xil noz ne'matlarni yeganingdan keyin sal oshqozoning ham qiynaladi, yuraging ham qiynaladi, vijdoning ham qiynaladi, nimalar tiqib tashadim deb o'tirib qolsang. Yoki tarobihga chiqib sport qilasan, как sport qilinganda tarobih ham harakat qilib, yoki sport zalga chiqib turib trenirovka qilasan ro'za payti ham. Qiyinchilikni yengishga irodani Xudo taoloning o'zi nasib qiladi. O'sha ikkita yo'ldan bittasini tanlab harakat qilasan. U ro'zada trenirovka qiynayaptimi, qiynamayaptimi deb o'tirsak, baribir vaqt o'tadi, chunki vaqt bizni ayamaydi. U bizga do'st emas. Alhamdulillah, men har yil ro'za tutaman, Xudoga shukr. Hech ham qo'rqinchli emas, ro'za tutsa muskul ketib qoladi, ozib ketadi. Nabarot, oshqozon dam olib, o'zini funksiyasini qaytadan kuchaytiradi. Chunki buncha soat davomida o'zini o'zi tozalab, shlak, toksin, ichak hammasi tozalanib oladi. Jigar ayniqsa maza qiladi. Iloji boricha ro'za payti belokni kamroq qilinglar. Lёгкий usvoyimli tovuq go'shtidagi belok yaxshi, baliq yaxshi, mol go'shtidan ozgina uzoq yursanglar ham bo'ladi. Oshqozon dam oladi. Keyin ro'za payti tugagandan keyin uje yozga mishishni massa naborga qattiqroq yeyish mumkin qo'rqmasdan.